Diqqat, tezkor xabar! Barcha abituriyentlar va bu yil o'qishga topshirganlar uchun shoshilinch xushxabar e'lon qilindi. Oliygohlarda 11 yangi ta'lim yo'nalishi ochildi. Batafsil videoda. Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirining buyrug'i bilan 2026 va 2027 yil o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim tashkilotlarida yangi tashkil etilgan ta'lim yo'nalishlari ro'yxati va ularga mos test sinovi fanlari majmuasi tasdiqlandi. 2026 va 2027 yil o'quv yillar fanlar majmuasining umumiy o'zgarishlar haqida avval xabar berilgan edi. Endi esa 11 yangi yo'nalish va ularning test fanlari aniq ma'lum bo'ldi. Quyida 11 yangi ta'lim yo'nalish va ularga mos test fanlari jadvali ekraningizga keltirib o'tildi. Mazkur yo'nalishlar bo'yicha qaysi davlat ta'lim tashkilotlariga qabul amalga oshirilishi va ularga ajratilgan qabul kvotalari orqali bilib olishingiz mumkin. Ayniqsa sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, ta'lim, raqamli huquq, islomiy moliya kabi yo'nalishlar bugungi mehnat bozorida eng talabgor mutaxassislar hisoblanadi. Shu bilan yangiliklarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang.